Короче, hozir men so'zlar aytaman, o'zimni shevamda. Qurishdagi uni tarjimasini topib ko'rish kerak bo'ladi. Takchukni. Ha? Takchuk. Tokchami? Yo'q. Takchuk zina, dala degani nimani tushunasiz? Ekin ekiladigan anaqa Yanachi. hovliz bo'ladi-ku, shu dala. Yana. Bizada ko'cha degan ma'noni ham anglatadi. Boldiz. What? Boldiz? Shu xotinini singlisini aytadi. Qayni singlisini? Chora. Shu imkon, chora. Chora degani tovoqni simlisi bo'ladi-yu, sirlisi o'shanaqa. Chora deydi. Chorani olib beror deydi. Qurdoshni bilsangiz kerak. Aqlli insonman-da. Qozoqcha so'z bu tengdosh degan ma'noni bildiradi. Nima? O'rtog'ini xotinini qurdoshim deydi, bo'ldi. Nima bo'lasizlar? Qozoq tilida o'g'irlab olganmisizlar hamma so'zlarni? Buzov. Shu molni bolasida buzoq. Bizda bo'zak deydi. Buzov deydi bizda. Moshava. Moshava? Moshxo'rdani moshava deydi. Suyuqmi, quyuqmi? Suyug'i moshava, Moshava qo'yig'i bizda. quyug'i mosh kichiri. Mosh go'ja bizda suyug'i bo'ladi. Mosh go'ja? U go'ja o'zi u alohida ovqat u. Mosh go'ja deyapman men. Go'ja demadim, mosh go'ja. Davlatniki bilan o'zi endi shaxsiy aralashtiryapsiz.